Salam küçük dost. 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 Kent başqı. Hey qo'zchoq, tadqiqotimni qilg'il qo'ysang-chi. Men hozir bek aldirash. Aslı bugün Xuşbol Uyni ders salondakiler Salam Küçük Dost programmasına geliş için Nesir'den bu ani kayıt berişki teklif etken. Dik dostlarım bilen bilip verip anlap keldim. Nima? Xushbol Uldar saloni? Salam kichik do'st. Oy, yaxshi gap-ku. Undaqda qo'zchoqlarga xabar qilib, birlikda berib kelinglar. Qo'zumat, men saqlab turinglar. Menmi barman? Nesir'den baba? Xo'sh, qizim. Bugün bana kayış çekecek versiz. Bugun sizga Toshqon bilan Kirpining yugurish musobaqasi degan cho'chakni aytib bersam qandoq? Vay, nimandak yaxshi tezroq bo'ling ha bova. Bir kuni Toshqon Kirpini uchirtib qopti hamda Kirpi birader, senin bu iş iki buton qo'llashmaganda ko'zimga to'limi sat ko'rinadi jumo. debdi. Kirpi qoyil bo'lmay. Quruq gap. To'la jo'ylama. Mening putim garchi ko'rimsiz bo'lsa-mu, yuguradigan bo'lsam, sen ashu chiroyli putlaring bilan menga yetolmaysan, debdi. Toshqon qaqaqlab kulib ketdi. Sen bekmi hamakat ekansan. Mening yugurish chempioni ekanligimni kim bilmaydi? debdi. Yugurish chempioningmi meni yengalishi natayin, debdi Kirpi. Ondaqda bastish baqayli. Chataq yo'q. Vaqti ati tushdi bo'lsin. Toshqon Kirpining talpiga ma'qul bo'pti. Kirpi uyga qaytgandan keyin ayoliga Toshqon bilan baslashmoqchi bo'lganligini aytibdi-kan, ayoli darhol tanbih berib. Siz bek ahmoqlik qilibsiz. Toshqon nomi chiqqan yugurish chempion tursa, siz uni yengalamdingiz. Hey, haqiqatan o'zingizni chaqlamay qolibsiz-chimi? deb koyib ketibdi. Er xotin ikkalanning at o'tkazildigan yugurish musobaqasida qandoq qilish to'g'risida rosa beshiq etibdi. To'satdan erkak Kirpi: "Xotin, ikkalanning taqdirga o'xshamda o'xshamamda?" debdikan ayoli. O'xshaydi. Mayli cho'ng kichikligimiz, o'g'riq semizligimiz va yoki egiz pakarligimiz bo'lsin, hammasi o'xshaydi. debdi. Erkak Kirpi turib ketib. Toshqon toza hamoqat ablah. U hargizmi ikkimizni farqlantira olmaydi. Musobaqaga ikkimiz birlikda qatnashaylik demoqchimisizlar? deb so'rabdi ayoli. Men bir obdan chora o'ylab topdim. Atni musobaqa bo'ldigan o'ringa yaqindan og'dirgan heliqi bir parcha yerimizni tanlaylik. Sen sharq tarafda tur, men g'arb tarafda turay. Shunday qilsak, ayoli kulib ketibdi. Ikkinchi kuni tushda Toshqon Kirpini izlab kelibdi. Ular birlikda yo'lga chiqibdi. Kirpi Toshqonni texi yaqindan og'dirgan bir parcha yerga boshlab kelib, etizning sharq tarafini yugurish siziqi, g'arb tarafini oxirgi nuqta qilib belgilabdi. Kirpi "Yugurdoq!" deb varqirishi bilan tang Toshqon barliq kuchini yig'ib, etizning yana bir beshiga qarab yuguribdi. Biroq u oxirgi nuqtaga yetib borganda Kirpining allaqachon u yerga berib bo'lganligini ko'ribdi. Kirpi: "Men allaqachon oxirgi nuqtaga kelib bo'ldim. Sen yengilding", debdi. Toshqon nihoyat ajablanib: Men shuncha kuchib yugurgan tursam, qandoq siganing o'tirib qo'yg'udakman? deb o'ylabdi va qoyil bo'la olmay. Biz yana bir qitim bastish baqayli. Bu qitim etizning bu beshidan u beshiga yugurayli bo'lamdi. debdi. Chataq yo'q. Ish qilib, uturg'uning uturgan, debdi Kirpi. Bu qitim Toshqon komanda berdigan bo'pti.
u yugurish siziqiga kelib, Yugurdik. deb varqirg'inicha texmi kuchab yugurishga boshlabdi. Biroq oxirgi nuqtaga yetib berib, kirpining yana shu yerda hosirg'inicha turganligini ko'ribdi. Ammo u bu qitim hech nima deyolmabdi. Toshqon birodar, buningdan keyin oldimda yugurish chempioni degan gapni qilib, poy etib yurma, debdi kirpa. Toshqon beshini ling'ishtiqinicha undamabdi. Uningdan boshqa o'zimning puti tuz, to'limi kelishgan deb boshqalarning putini masxara qilib yurma, debdi kirpa yana. Toshqon yengilginiga tan berib, ma'qul bo'pti. Bova, "O qizim, yana bir net bering-chi. bo'ldi qizim, bo'ldi. Bugun mush erkakcha angla. Qolg'in ati etib beray bo'lamdi?" Tezroq aytib bo'sh bo'ladi, bova. Kichik do'st, yuqorida Nasrda Muhammad aytgan cho'chakni yoqtirdingizmi? Yoqtirgan bo'lsangiz, har haftada Xushbo'l Undidor salonida anlatiladigan Salom kichik do'st programmamiz quloq soling. Kichik do'st, sizning tishingiz og'rib baqqanmi? Tövəndə mən sizə tish ağrığını pasaytishning oddiy usullarini so'zlab beray. Birinchi, ozroq paxtani ho'ldab, tishingizning qurtigan yeriga tiqib qo'ysangiz, og'riq darhol to'xtaydi. Ikkinchi, og'riq tishingizning atrofiga ozroqla salqiltish mayi surib olsangiz yoki tishingizning qurtigan yeriga silib olsangiz, yaxshi unum beradi. Üçüncü, ozroq paxtani atirga tekkizib, og'riq tishingizga bossangiz, og'riq darhol to'xtaydi. To'rtinchi, qurt yegan tishingizning qovoq yeriga bir necha tal rindan silib olsangiz, og'riqni darhol to'xtatadi. Beshinchi, alqon pallasi, quloq pallasi qatorliq pallalarni ulash orqali og'riqni pasaytirishga bo'ladi. Kichik do'st, tishingiz og'riganda qanday qilishni bilib oldingizmi? Undaq bo'lsa, programmamizning oxiriga quloq soling. Kichik do'st, programmamizning oxirida Barna Anvarning Raka Run nomli naqshini birlikda anglaylik. Aldıranglar, mishmon bo'lib bekab
Programmamız her haftada Xushbol Ünidar salonda tarqıtıldı. Vaqtida anlagaysizlar. Mikrofon aldıda Zuliyar Qurbantay, Maynur Turg'un. Baş nazoratchi Musajan Turg'anjan. Planlovchi Maynur Turg'un. Kirishtiruvchi Ilhom Turg'anjan. Qarab voysa